Xo'sh, mana bu daraxtni ham chopamiz. Mana bu yerda qurollikmi? Nima bo'la bu devor? Qanaqa devor bu? Mana bu daraxtni ham chopib olish kerak. Ota-bobolarimiz aytgandek, daraxtni oxirigacha chopish kerak. Ana, daraxt есть. Vo, bu yoqda qo'ringlar, bu qanaqa joy bo'ldi? Bu qo'rg'onning egasi bormi? Kim bor? Qurol, bu yoqqa kimdir keldi, o'zingiz qarang. Kim deydi? Qurol deydimi? Bu yoqda quroli ham bormi? Hozir. Kim ekan bu yoqda qurol? Sen kimsan? Sen darangga ishlaysansan. Qurol, siz keldingizmi? Men qochib tur. Kirgizmaylik maslahatim. Qochib tur. Sen kimsan? Qayerdan kelding? Men anavi Vosomon saltanatidan jangchiman. Jangchi emas, to'g'risi. Anavi bir sayyohman, o'sha davlatdan unga chiqqanman. Har xil narsa yig'ib yuraman. Davlatlaringga agar men kerak bo'lsa baliq olib kelaman sotishga. Agar xohlasanglar. Kerakmi sizlarga? Mayli. Baliq bizda yo'q. Baliq nimaligini ham bilmaymiz. Bo'lmasa eshik oching, men ham kasal bo'ladimi? Kir. Tak, zo'r o'zim ochayapman. Oy. Mana kirdim. Shidab sizdan bo'ladi. Vau, davlat sirasi ancha katta ekan-a? Unchalik katta bo'lmasa ham, lekin yetarlicha, menimcha kattalik qilsa kerak. Nechta odam yashaydi bu yerda? Bug'doy ko'prigini qara. Janob Gold, sizda Goldni chaqsam bo'ladimi? Ha, chaqiraver. Yuring bo'lmasam, qaydan narsalarni ayira boshlasam bo'ladi? Qara, bizda hamma joy to'la-yu. Mana bu joy hali hech kim ko'chib kelmagan. Bir ko'rsam bo'ladimi uyda? Kir, ko'r. Qara, mana yerda pechkalar. Ichkarida esa Ko'rdim. 3 ta. Janob, iltimos chiqib turing. Keyin, men narsalarni bo'lmasam ayira boshlab turayaptimi? Nimaga kirdi hozir o'ldiraman. Non so'rayapman. Gold aka meni maqtadilar. Tushunasizlar? Maqtadilar. Maqtadimi? Ajoyib ko'p bir narsa maqtagansizlar. Xo'sh. Nima deb baqiryapti? Bola, xullas men bu yoqqa qaranglar. Vosomon davlatidan elchiman. Vosomon davlatidan men o'zimga baliq qo'rman. Men baliq ovchisiman. Deyarli askarxonman, fsing. Janob Gold misha gaplashib olyapmi? Gaplashib. Короче, bolalar qaranglar. Bu yoqqa ko'chib, bu yoqqa kelib bir savdo qilib ketaylik. Nimaga ovozim aldirayim bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyani o'qinglar. Videoni men anchadan beri chiqmadim, linkingga bo'shab to'xtang. Qochtiring Gold, Janob Gold. Salom, sizga nima kerak, janob? Men baliqni ayir boshlamoqchi edim. Qanchaga ayir boshlay olasiz? Baliq o'zi nima o'zi? Baliq shu go'shtga o'xshagan narsa. Xuddi qo'yga o'xshab go'sht beradi, lekin nima deydi, qo'ydan sal ko'proq beradi, xo'pmi? Tushunarlimi degan bo'ldi. Xullas bu ko'proq go'sht beradi. Tushundingizmi? Bizga haqida shunaqasi kerak edi. Gold bilan almashsak bo'ladi, Qur'ona. Biz emeraldga almashamiz. Xo'p, har bittasini qanchadan ayir boshlamoqchisiz? Har bittasini qani sadaqa hisob ko'rchi? Xo'p, sadaqa hisob ko'raman. Mana xildan bor. Bir ko'ringchi. Shunaqa degan. O'ylab ko'rish kerak. Bo'lmasa har bittasini bittadan bo'pti. Ikkita almas gaplashaman. Bo'ldi. Unda qochib turing, men hammani solib qo'yay. Kim bo'pti? Hozir men shuni olib kelay. Bo'pti. Men almashtiraymi? Almashaman. Bo'lmasa men ochib turib almashsam bo'lsa kerak. Men bu mana buni almashak. Nima bala kimimiz buncha yutaladi? Askarlar olmay shunchalik kasalmi?
Ha, kasal. Yomg'ir ko'ryapsanmi? Yomg'irdan. Bunaqa sovuqqa hatto 2 minut yo'q bo'lsa kerak a. Ha, sizda ham qo'tingizni kurtkut bor ekan a? Kurtkut. Yo, bizda unaqa qishloq kasallik bor-da. Odamlar kuchli kutadi, tushunyapsizmi? Odamlar kuchli kutadi. Yo, shunday dedim. Yo'q. Tak, bo'lmasam o'zimning minutlarimni olishim kerak. Meni 300 minut bor. Men o'zimga 2 stak emas, 4 stak olishim kerak shunda hisoblaydigan bo'lsak. Chunki har bittasi 2 dan hisoblaydigan bo'ldi. Va hammasi shunday degan. Aha. Unda men bitta shu olib ketaman. Yum. Sen bismi olma? Nima bu? Olma. Mana bunaqa narsa, bu sizga sovg'a. Bo'pti, Gold Brat bo'lmasam, menga qurollingiz ancha yoqdi. Lekin qarang, Gold Brat, menda bitta savol bor-da. Shadashsam bo'ladimi? Shadashsam. Yashasang bo'ladi, faqat olma terib kel. Hop, olma terib kelaman. Ertangacha olma teraman. Bo'lmasa mana shu mengami? Ha, senga o'sha o'y. Biza qancha so'rashim kerak ekan? Qani bu yerdan so'raychi. To'xtang, Brat. Bu yoqqa kel, baron. Ha. Xullas, sen menga yoqib qolding. Shuning uchun bu uy tekin. Tushunyapsanmi? Ha? Nima deyapsiz? Gold bilan pul deb turishyapti bizga. Nima deyapsan? Yo, endi bu meni uyim-ku. Shunga men pul qo'yishim kerak. Pul qo'yishga haqqim bor axir. Qo'ying, Gold Brat, Gold qurol. Qoching. O'zimni haq so'rayman. Qancha deysiz? Har bittan turgan kuning uchun 10 tada almash, 10 tada izmarit to'laysan. Nima? Ay, mut, 5 ta. Hop, 5 to'layman. Hozir men 5 joyga qo'yib qo'yibman. 1 2 3 4 5. Gold Brat, menimcha bo'y menga juda ham yoqdi. Bu uy narxini menimcha so'raychi qancha ekan? Bu uy shuncha olgan bo'lsam qanchaga? Qiymatda bayram bo'lyaptimi deyman. Ha, diskoteka. Bitta bratchkan tug'ilgan kuni edi. Bu yerda turgan bitganini 300 tak izmat o'tkazing bo'ladi. Shada bo'lmay yashaysan. To'g'rimi? Bu sizni vaziringizmi deyman? Bo'pti, bo'lmasam 2 stak boyaga bilan qo'yib qo'yaman. Men buni oxirigacha, mana buni ham. Bo'ldi, 3 stak izmot qo'yib qo'ydim. Ha, tushunarli, yaxshi bo'pti. Ular bunchalik och yer hatto o't qo'ldirmabdi-ku yerdan, Qo'ylar, zo'r ekan qo'ylaringiz. Ha. Bayram bo'lyaptimi? Yo'qani chiqib ket, uyalmaysanmi? Kechirasizlar. Tak, mana bu yerning zo'rligini. Pichonni bunchalik, buchaslarda pichon ko'p. Ko'pda endi dehqonchilik. Dehqonchilik zo'r qilar ekansiz lekin qora odamlar kuchli bo'ladi demoqchiman. Ha, mana prizmni qarash. Prizmni qara. Prizm. Hos qarab tur. Ana ko'ryapsanmi? Bo'pti, ko'rishguncha, Gold Brat. Bo'pti, uyimni bir ko'rib chiqmaysanmi? Kino ko'rib chiqaman. O'zi sassi yotibdi. Yana semirib yotibdi, garang ahmoq. Yana presni qiladi deydi. Senda 10 ta pres emas, bitta katta pres bor. Tushunyapsanmi? Gold garang. Yaxshi eshitmaydi. O'zi o'lib ketardim-ku. Tak, mana bu yerda men bu joyga narsalarni solsam bo'ladi. Tak, men bu izmurutlarni qaranglar, bizda bu pulga почти har bittasiga anchagina izmurut beradi. Bular narxni вообще ko'targan ekan. Bu yerda narxlar ancha zo'r ekan lekin. Tak, bo'lmasa biroq kiyimlar yechamiz-da. Biroz uni oldiga olib keling, bo'lmasam Gold Brat ishgani, Gold, uy xubayt tekin olmasa ham bor ekan. Men bu joyga o'g'limni qo'ygandim bo'yi. To'g'ri videoga yozib olmagandim, lekin qo'ygandim bo'ya olmay. Tak. Gold Brat! Gold Brat! Ha, nima deysan? Qarang, menda yana 62 ta olma bor-da, 62 ta. 6 pachka. Boyaga sizga 2 ta berdim-ku. Ana shu bilan общий 63 ta bo'lyapti. Общий 6 ta korobka bo'lyapti. Shunga shuni pulga yarashmoqchi edim. Mana. Bo'ldi, savdogardan so'raymi? Ekan olma. Bu yoqqa o'zim beraman.
Merosni tezroq bering faqat iltimos. Hozir. Mana hozir tashlayman sizga. Mana hozir tashlayman sizga. Mana. Tezroq pulni bering iltimos. Solib chiqsangiz men biroz shaharga chiqib turaman. Shaharga hujum qilsa, bu shaharga hujum qilsa bo'ladi, lekin hujum qilsa normalligini egallab olsa bo'ladi. Keldingizmi? Yo'q, bu shaharda hech kim egallab olmasa kerak deyapman. Aldama. Ha, mayli. Tashlab berasizmi bo'lmasam, men bu faqat yaltirashni bo'lardi. Qani? Mana. 60 ta? Nimaga 60 ta? 60 ta? 60 tashladingiz siz menga hozir. Hozir. Shu sandiqqa solib bering, bo'lmasa sandiqqa o'lchab berasiz. Mana. Berasizmi? Balki berarsiz. Bitta. Yana bitta. Yana bitta. Ana bo'ldi. Endi 64 ta bo'ldi. Rahmat Gulpirat, men uyimga ketdim. Kech ham tushibdi. Uxlash vaqti bo'ldi. Bo'pti, baron. Bo'pti. Balki uyimdan chiqarsiz, bratdish. Yo'qoling uyimdan. O'ldirvor. Deb bo'ladi. Bitta holi minusda. Mayli. Tak, bo'lmasam uyimda mazza qilib uxlamayman, olmasa qo'yib qo'yavering joyim joyga. Ana endi bo'lsa hammaga xayrli